Mana. Bor ekan. Men sizga bor dedim-mi? Metal detektorda yo'q dedingiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda yana operatsiya. Bu operatsiyamiz moldosh qozoni ishdan chiqib, 3-4 kun, pashti 1 oydan beri tayinli ovqat yemasdan mol orqaga qarab ketgan, belini do'ng qilgan. Oshqozoni atrofiga qo'l tekkizilsa, oshqozonni tik ko'tarib og'riq sezyapti. Shuning uchun oxiri lecheniyalar, bir ikkita doktorlar ko'rgan, lecheniyalar qilgan, foydasi bo'lmagan. Endi operatsiya qilib ko'rishga bizni chaqirishdi. Xudo xolasa hozir ochib ko'ramiz. Ichida nima bor, nima yo'q ko'rsatib boramiz. Shuni kutdim. Vaqmadi o'sha. Mana. Bor ekan. Men sizga bor dedim-mi? Metal detektorda yo'q dedingiz. Yo'q, qayerdandir ketib qoldi. Mana akalar ichidan chiqqan sim. Diagnozni to'g'ri qo'yibmiz, xudo xolasa. Adashmabmiz, molimizning holati yaxshi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudo xolasa 1-2 kun lecheniyasini qilsak, yaxshi bo'lgan videolarni ham ko'rsatamiz. Obuna bo'lib, videoga like bosib, mol boqayotgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. 3 kun oldin operatsiya qilgan molimiz holati yaxshi, istimalari yo'q, yeb ichishi zo'r, yotib turishlari hech qayerda muammo yo'q, yaralari bitishi ham yaxshi, o'ta yaxshi holatda. Dadil o'ta